Bu narsalarni hayotda ishlatamizmi deydiganlarga geometriya kitobidan zo'r ma'lumotga ko'zim tushib qoldi. Avtomobil balonidagi yozuvlarni nima ma'no bildirishini va qanaqa o'lchamlar bildirishi ko'rsatib o'tilgan. Shularni tekshirib ko'rishga harakat qildim. Lineyka kerak. Vot. Endi tashqariga chiqamiz va o'zimizni mashinada o'lchab ko'ramiz. Teleportatsiya. Yo'q, aslida bu montaj. Shunchaki eshikdan aylanib chiqib oldik. Mashinani oldiga borib qarasam, mashinam biroz kir ahvolda. Shu holatda ham chotki qilib videoga olishga harakat qildik. Oynani to'g'rilab qo'yamiz. Qarang. Qaramabmiz, bu yoqda legenda trendidan qolmaslik uchun Nexia balonida o'lchab ko'ramiz va balondan biz izlagan yozuv. Va shu yozuv bo'yicha biz o'lchashlarni tekshirib solishtirib olamiz. Yozuv bo'yicha diametr 33 sm bo'lishi kerak edi. Bizda esa 36 sm chiqdi. Balandligi kengligining 70% ni tashkil qilishi kerak ekan. Kengligini o'lchadik va o'shanga qarab balandligini ham o'lchadik. Natijalar esa albatta biz bu yerda biroz xatoliklarga yo'l qo'ydik. Videoni matematik va Nexia'si bor tanishiga yuborib qo'yinglar.